Menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqma bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi. Maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi. Bu gapda ko'zing ochiladi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi yangi mavzuimiz ekub va ekuk. Ekub va ekuk. Bular haqida to'liqroq tushuncha berib o'taman. Oldin ham biz ko'rib chiqqanmiz bular haqida. Ekub eng katta umumiy bo'luvchi. Ekuk eng kichkina umumiy karraliz. Endi bularni nima uchun o'rganyapmiz? Nima uchun bizga kerak? Mana biz keyingi mavzularimizda o'quvchilar kasrlar mavzusini ko'ramiz. Kasrlarga rosa ko'p kerak. Masalan, ekub kasrlarni qisqartirishda. Ekuk esa qo'shib ayirishda, umumiy maxraj berishda kerak bo'ladi. Xo'p, bular yo'yilmasi tushunarli. Oldin ham ko'rib chiqqanmiz. Bu uchun bizga ekubni o'rganishimiz uchun bizga tub ko'paytiruvchilar ajratish kerak bo'ladi. Birinchi men sizlarga mana bularni tushuntirib beraman. Ya'ni mana birinchisida deyaptiki, sonlarni tub ko'paytiruvchilar ajrating deb qo'yibdi. Qaraylik, A'siga. Sразу misoldan ko'rib ketaveramiz. 1da A'si. Demak, 48 ni biz tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Tub ko'paytiruvchi deganda bu tub son. Tub son nimaligini biz o'tgan darslarimizda ko'rib chiqqanmiz, to'g'rimi? Demak, 48 ni faqat tub sonlarga bo'lamiz. Eng kichkinasidan kattaga ketsak, yaxshiroq bo'ladi o'zimiz uchun. 48 ni 2 ga bo'lamiz. Necha? 24. Yana 2 ga bo'lamiz. 12. Yana 2 ga bo'lamiz. Necha? 6. Yana 2 ga bo'lamiz. 3, 21. Bir chiqsa to'xtatamiz. 48 demak teng ekan. 1, 2, 3, 4. 2 dan 4 ko'paytirilgan 3 dan bitta. Tushunarli? Demak, biz buni nima qildik? Tub ko'paytiruvchilarga ajratdik. Xo'sh, endi mana A dan boshlab P gacha shunaqa. Ikkinchisi 12 ning barcha natural bo'luvchilarini yozing deb qo'yibdi. Mana, qarang, 12. 12 ni natural bo'luvchilarni yozib chiqamiz. 1 ga bo'linadi 12, 2 ga bo'linadi, 3 ga, 4 ga, 5 ga bo'linadimi? Yo'q. 6 ga bo'linadi. Keyingisi necha? 12 ni o'zi. Qaranglar, osonda, ikkita komplekt topib olasizlar. Ya'ni ikkita qaysidir sonlarni ko'paytirsangiz 12 chiqadimi? 6 ga sherik. O'shanda orada qolib ketish ehtimoli yo'q bo'ladi. Xo'sh, sonlarning umumiy natural bo'luvchilarini yozing. Masalan, 72 va 96 ning umumiy natural bo'luvchilarini yozing desa nima qilamiz? Uning uchun 72 nikini alohida yozib chiqasizlar, 96 ni alohida yozib. Umumiy degancha ikkalasida keyin nimalarni olib qo'yamiz? Bir xillarini olib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, endi keyingi betiga o'tamiz. Sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni ekubini toping deb. Qaranglar. Ekub topishni men sizlarga bir nechta usullarni ko'rsatib beraman. Faqat o'sha bitta misol orqali qolgan misollarni ham ko'rib ketaveramiz. Masalan, xo'sh, ekub deyapti, 6 ni A'sini ko'ramiz. Qarang. Ekub yana bitta narsa aytib qo'yay o'quvchilar. Ekubda 2 ta sonmi, 3 ta sonmi, 4 ta son farqi yo'q. Nechta bo'lishidan qat'iy o'sha bir xil topilaveradi. Xo'p. Bizda mana 2 ta son haqida ketyapti. 48 va 60. Xo'p, birinchi usul ko'proq biz o'qiganimizda maktab paytida o'rgatilgandi. Jadval usuli desak bo'laveradi. Qaranglar, ekubda jadval usuli. Hamma yaxshilab qarab tursin o'quvchilar. Xo'p, jadval usuli quyidagicha. Ya'ni bu degani eng katta umumiy bo'luvchisini yozishimiz kerak. Qarang. 48 va 60 yozib olamiz. 48 ni birinchi bo'luvchilarini yozib chiqamiz. 1, to'g'rimi? 2, keyingisi necha? 3. Yana necha bor? 4 bor, 5 yo'q, 6 ga bo'linadi, to'g'rimi? 7 gachi? Yo'q. 8 ga, ana sherik topildi, 6 bilan 8. Endi 4 ga necha bo'lar ekan sherik? 48 4 ga bo'lib ko'ramiz. Necha bo'ladi? 12. Xo'sh, endi 3 ga sherik necha bo'ladi? 16. Endi buni ikkisiga sherik 24 va
48 da o'zi ham bo'ladi. Endi 62 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 6 ga bo'linadi, 7 ga yo'q, 8 ga yo'q, 9 yo'q, 10. Mana 6 bilan 10. 5 ga sherik 12. 4 ga sherik 15. 3 ga sherik 20. 2 ga sherik 30 va 1 ga sherik 69. Endi bu yerda eng katta umumiy bo'luvchi. Mana u ham umumiy bo'luvchi, mana u ham umumiy, bu ham, bular ham. Yana bormi? Mana bular ham umumiy. Faqat eng kattasi qaysi bu yerda? 12. Demak, bularni ekubi 12 bo'lar ekan. Javob beraveramiz. Bu usul yaxshi usul bu ham, lekin bizni ko'p vaqtimiz oladi. Katta son beradigan bo'lsa, bularni nima qilib chiqish kerak? Uzun qilib bo'luvchini yozib chiqquncha ancha vaqtimiz ketadi. Bu birinchi usul. Endi ikkinchi usul. Ikkinchi usulda biz ko'proq foydalanamiz o'quvchilar. Shu hozir undan oldingi tushuntirgan narsalarim shunga bog'liq. Ikkala sonni ham tub ko'paytiruvchilar ajratib chiqamiz. Tepaga qarasak 48 ga ajratib qo'yibmiz. Ajratib yozishim shart emas boshqatda. 62 ni ajrataveraman. 62 ni ajratsam necha bo'ladi? 2 ga bo'lamiz 30, 2 ga bo'lamiz 15, 3 ga bo'lamiz 5, 5, 1. 60 teng ekan nimaga? 2 dan 2 ta, 3 dan 1 ta, 5 dan 1 ta. Xo'sh, 48 tepada bo'lgani uchun mana bu yerda yana boshqatdan mana yerda ajratib yotmadi vaqtimni ketkazib. 2 ni 4-si va 3 ni 1-si. Qaraymiz. E kub deyapti, to'g'rimi? Xo'p, e kub b necha uchun 48 bilan 60 uchun topyapman. Qaranglar. Bir xillarni belgilaymiz, ya'ni asoslari bir xil, ikkilar, to'g'rimi? Endi e kub b oxiri b bilan tugaydi. B degani bu bola degani. Bola nima degani? Kichkina degani. Demak, biz bir xilini darajasi kichkinasini olishimiz kerak ekan. 2 ni 4-si bor ekan, 2 ni 2-si bor ekan. Qaysi biri kichkina? Albatta 2 ni 2-si. Yana bir xillar bormi? Bor, mana bular. Ikkalasida ham agar bir xil bo'lsa, xohlagan bittamizni yozib qo'yamiz. 3 ni 1-si. Ana endi hisob kitob. 2 ni kvadrati nechaga teng? 4. 3 ni 1-si 3. Javob necha ekan? 12. Ana endi men sizlarga bundan ham oson usulni ko'rsataman. 3-usul. Hamma yaxshilab qarab tursin. Bunda mana bu 60 bilan 48 ni yozamizda. Ikkalasiga ham bo'linadigan xohlagan son. Masalan, ikkalasiga ham men 4 ga bo'linishini bilaman. Nima ikki yozaman 4 ga. 4 ga bo'lsam bu 15. Bunisi necha? Necha bo'ladi 4 ga bo'lsak bu? 12 mi? Endi 15 bilan 12 nechaga bo'linadi? 3 ga. 12 ni 3 ga bo'laman. Necha? 4. 15 da bo'laman 5. Endi 4 bilan 5 bironta songa bo'linadimi? Yo'q, faqat 1 ga bo'linadi. Birdan tashqari boshqa songa bo'linmaydi. Demak, mana u ikkala chiqqan sonni ko'paytmasi, ya'ni 4 kira 3 12. Bu uchinchi usul вообще oson. Tushunarli? Yana bitta usul bor, uni joy ko'rsatishim shart emas. Uni ko'proq mana oliy matematikaga o'tgan paytimizda bizga masalan institutda o'rgatishgan. Xo'sh, ana endi bizga mana 4 taliklarni beribdi, 3 taliklarni beribdi. Mayli, mana 3 taligidan bitta ko'rib beray, 4 taligini keyin birgalikda ishlanaveradi. Kasini ko'ramiz, qarang. 6 ni kasi. 12, 24, 36 ekan. Ozak topsak ham bo'lar ekan buni. 12, 24 va 36. Hammasi nechaga bo'linadi? 6 ga bo'linadi. Bu 2, 4, 6. 2, 4, 6 yana 2 ga bo'linadi. 1, 2, 3. Ana endi bo'ldi. Demak, ular ko'paytmasi 12. Bo'ldi shu. Savol bormi? Qiyin narsa emas bu. Faqat o'sha yo'liga tushib olsak, qanaqa qilishni, nima qilishni o'rganib olsak bo'ldi. Tamom. Ana endi buni tushunib olgan bo'lsak, masalalariga o'tamiz o'quvchilar. 8-si. Temur 54 ta olma va 81 ta shaftolini do'stlariga ulashmoqchi. Har bir do'stiga teng miqdorda mevalar berish kerak. Eng ko'pi bilan nechta do'stiga ulashishi mumkin? Demoqchi. Masalan, 54 ta bilan 81 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 ta beradigan bo'lsa, narigisida masalan 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 5 ta, 3 taga 2 ta. Bunga ham xuddi shunaqa. Ana shunaqangi qilib berib chiqqan eng ko'p bilan necha kishiga ulashishi mumkin deydi. Demak, qaradik. Ikkoviga e kub topishimiz kerak. Demak,
8 qaraylik. ellik to'rt 81 ekan, a? 54 81. Ikkalasini nechiga bo'lib olsak bo'ladi? 3 ga bo'linadi ikkalasi ham, a? 54 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 ta ichida bitta ko'ramiz, 24 ta ichida nechta? 8 ta. Buni 3 ga bo'lsak 27. To'g'rimi? Yana 3 ga bo'lamiz. Bu. Ya bular 9 ga bo'lib yuboraylik endi. 9 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bu 2 chiqadi, bunisi esa 3. Bo'ldi, mana bu ko'paytamiz 27. Demak, 27 tasiga berishi mumkin ekan. 27 ta do'stiga u berishi mumkin ekan. O'shanda mana bundan 54 ta bo'lgani uchun 2 tadan, mana bu 81 ta bo'lgani uchun 3 tadan. Buni men qayerdan bilyapman? Mana bu 81 ni 27 ga bo'lib ko'ryapman. Mana bu 54 ni 27 ga bo'lib ko'ryapman. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz o'quvchilar. 11. Halima ona 27 ta olma va 45 ta nokdan foydalanib mevalar to'plamini tayyorlamoqchi. Hozirgiga o'xshab, qanchadir miqdorda komplekt yasamoqchi ekan. Har bir mevalar to'plamida har bir miqdordagi olma va noklar bo'lishi kerak deyapti. Ya'ni har bittasi faqat olmani alohida qilib chiqib, nokni alohida qilib chiqish emas, aralash bo'lishi kerak. U eng ko'p bilan nechta to'plam tayyorlash bo'ladi? Bunga o'xshash ekan, Har bir to'plamda nechtadan olma, nechtadan nok bor. Hozir aytdim-ku, masalan, 2 tadan 3 tadan bu. Bu ham shunga o'xshash ekan. Keyingi betiga o'tdik. Xo'sh, 14 ga karrali bo'lgan barcha xonali sonlarni yozing deb qo'yibdi bittasi. 15-misolimizda. 14 da 12 ga karrali bo'lgan 100 dan kichik sonlarni yozing deb qo'yibdi. Qaranglar. Hop, 15 ni ko'raveraylik. 15. Aytayaptiki, 14 ga karrali bo'lgan barcha xonali sonlarni yozing. 14 ga karrali xonali son. Atomga tushunyapsizlar, o'quvchilar? Xo'p, ikki xonali sonlar deyapti. Buni usulni o'rgataman sizlarga. Bitta usuli sanab chiqish. Ikkinchi usuli masalan ikki xonali sonlarni biz bilamiz 99 da tugaydi. O'sha 99 ni 14 ga bo'lib qo'ysak bo'ladi. Bitta sanab ko'ramiz. 14 birinchisi, keyingisi 28, keyingisi necha? Keyingi soniga 14 qo'shib ketaveramiz. 42 bo'ladi. 42 ga keyingi 14 ni qo'shsak 56, keyingisi 70, 84, 84 ga 14 ni qo'shsak 98. 1 2 3 4 5 6 7 ta bo'ladi. Endi biz shu 99 ni o'quvchilar bo'laylik nechiga? 14 ga. Buni ekubdan foydalanib nima qilib hammasini umumiy bo'luvchisi 14 ekan deb chiqqandan ko'ra mana usulda osonroq topasizlar. 99 ichida 14 talikda nechta bor? 7 ta bor. Ko'paytiradigan bo'lsak 98 chiqadi. 7 kere 4 28, 8 ikkisi 98. Ayirsak 1 qoldi. Bu 1 qoldi degani shu ortiqcha joy. Demak bu ichida necha butun bor ekan? 7 ta. Ya'ni ichida 7 ta karralisi bor ekan degani. Bu birinchi usul, bunisi ikkinchi usul. Kimga qaysinisi to'g'ri kelsa olamiz. Ana endi o'quvchilar ekukka o'tamiz. Ekuk deganimiz eng kichik umumiy karralisi. Karrali degani o'sha ikkalasiga ham bo'linadigan son degani. Qaraylik, buni ham bitta sizlarga holatlarini tushuntirib beraman o'quvchilar. Chiziq chizib qo'ydim, bag'ini ko'ramiz. Xo'sh, mana bizga beryapti 48 bilan 72 deb qo'yibdi. Mana yerda shu sonlarni ko'raylik. Yaxshi, shunga o'zim boshqa son olaman o'quvchilar. Ekuk topaylik misol uchun. Xo'sh. 240 bilan 72 deylik. Ekuk topishda ham 3 xil usuli bor. Birinchi usuli jadval usuli. Jadval usuli bunda qiyinroq. Bir ikkita namuna keltirib ketaman, qaranglar. Xo'p, jadval chizamizda bunda ham 240 72 mana sonlarni endi ko'paytirib ketamiz. Qaraymiz doskaga. 72 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak necha bo'ladi? 4 144.
Endi keyingisida 72 ni 3 ga ko'paytiramiz. Xullas mana buni yozib chiqamizda 1240 ni ham yozib chiqamiz. Eng birinchi bir xil kelib qolgani shuni belgilab qo'yaveramiz. Bu ko'ryapsizlarmi? Qancha vaqt oladi. Bundan biz deyarli foydalanmaymiz. Xo'p, ikkinchi usuli. Ikkinchi usuli mana bu tepada ko'rdik-ku to'p ko'paytiruvchi ajratish. O'shandan ko'rib beraman. 240 ko'paytiruvchi ajratamiz. 240 bo'lamiz 2 ga 120, 2 ga bo'lamiz 60, 2 ga bo'lamiz 30, 2 ga bo'lamiz 15, 3, 5, 5, 1. Xo'sh, 72 ni bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 36, 2 ga bo'lsak 18, 2 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, 3, 1. Demak yozamiz. Men yozib olaman. 240 teng 2 dan o'quvchilar nechta ekan? 1, 2, 3, 4 ta. 3 dan bitta va 5 dan bitta. 72. 2 dan 3 ta, 3 dan 2 ta. Mana. Endi qaranglar. Ko'k K oxiri nima bilan tugayapti? K. Bu K degani bu katta degani. Demak, bir xillarini kattasini olamiz. Demak, bir xillarini belgilayapman. Sizlar buni belgilab olishinglar shart emas. Men sizlarga realniy ko'rinsin deb, yana ham yaqqol tashlansin deb bo'yab chiqyapman. Demak, 2 ni 3-inchisi yo'q, 2 ni 4-inchisi. Qaysi biri katta? 2 ni 4-inchisi. Ko'paytirilgan. 3 ta birinchisi, 3 ta ikkinchisi bor ekan. Qaysinisi kattasi? 3 ta ikkinchisi. Yana bitta narsa o'quvchilar, bunda mana bu qolgan qutga, masalan, bu yerda 7 ni qanaqadir darajasi yoki 11 mi nimadir bo'lsa, uni ham olamiz. Bu yerdagi 5 ta ham olamiz. Nima uchun domla deyishingiz mumkin? Chunki o'quvchilar, kichkinalarga mumkin bo'lmagan narsalar kattalarga mumkin-ku. Masalan, sizni praves bo'lmasa, nima qilasiz? Mashina haydalmaysiz. Kichkinalarga aytishadi, sovuq suv ichma deydi. Nimaga? Kattalarga nisbatan sizning immunitetingiz nima bo'lishi mumkin? Pastroq bo'lishi mumkin yoki shomollab olmasin yo boshqa qilmasin degan ma'noda aytishadi. Ya'ni kichkinalarga mumkin bo'lmagan narsalar kattalarga nima? Mumkin bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bularni nima qilib ketamiz? Olib ketamiz. Demak, buni hisoblab qo'yamiz. 2 ni 4-inchisi nechaga teng? 16 mi? 16 ko'paytirilgan 3 kvadrat 9 ko'paytirilgan 5 mi? Bu bilan buni ko'paytirib olamiz. Necha bo'ladi buni ikkovini ko'paytirsak? Buni bunga ko'paytiradigan bo'lsak 80 ko'paytirilgan 9. 8 kara 9 72. Javob 720 ekan. Tushundilaring-a o'quvchilar? Bu jadval usulida ko'ryapsizlarmi? 720 bo'lishi 72 dan 10 gacha ko'paytirib olamiz kerak. Buni ham qanchadir miqdorda 3 ta ko'paytiramiz ekan. Xo'p, ana endi 3-usul. Qiziqmi 3-usul o'quvchilar? Diqqat bilan qaraymiz bo'lsam 3-usuliga. Bunda ham mana unga o'xshash. Faqat necha farq qilib qoladi. 240 va 72. Qaraymiz. To'p ko'paytiruvchi ajratamiz bularni ham. To'p ko'paytiruvchi ajratamiz demaylik. Umumiy xohlagan bo'luvchimizga yozaveramiz. Masalan, ikkalasi nechiga bo'linadi? Ikkalasi ham masalan 6 ga bo'linadi, to'g'rimi? 6 ga bo'lib o'rganamiz. Buni 6 ga bo'lsam 40, buni 6 ga bo'lsam 12 chiqadimi? Ikkalasi nechiga bo'linadi? 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lib o'rganamiz. Buni bo'lsam nechi? 10, buni 4 ga bo'lsam 3. Umumiy qolmadimi? Bo'ldi. Qolmagan bo'lsa, o'quvchilar mana bunday ish qilasizlar. Mana bu qolgan narsa bilan mana bu eng tepadagisini yoki mana buni mana bu bilan eng pastdagi bilan ko'paytirsalaring, nima kelib chiqadi? Ko'p kelib chiqadi. Endi mono bilan mono ularni olsa bo'ladi. Undan ko'ra mono yaxshiroqda. Xo'p, mana 10 ko'paytirilgan 72. Nechiga teng? 720. 240 ko'paytiruv 3 nimaga teng? 720. Yoki bo'lmasa 10 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv 4 nimaga teng? 6 bilan 4 bunday esiga qo'shib olyapti. Buni ham mana qo'shib sonni ko'paytirgandan ko'ra ikkitasini olgan yaxshiroq. Lekin yana bitta narsani aytaman o'quvchilar. 3 taligida oladigan bo'lsak, bu qiynab qoladi. O'shaning uchun biz ko'proq o'quvchilar mana bu usulda ishlaylik. To'g'ri, bu EQB da mana bu usul oson. 3 talik bo'lsa ham, 4 talik bo'lsa ham, 10 talik bo'lsa ham. Lekin biz mana bu usuldan foydalansak o'zimizga manfaatliroq bo'ladi. Savollar bormi bu bo'yicha? Yo'q, yaxshi. Yo'q bo'lsa, demak, keyingi misolga o'tamiz. 16 bitta ko'rib qo'yaylik, bo'lmasam shu 3 taligidan ham. Xo'sh, n ga qaraylik.
Endi ko'rib qo'yamiz. Yo'q, yaxshisi sal murakkabroq misollar keladi. O'shanda shundaligini ko'rib ketaveramiz. Masalasiga qaraylik. 17. Chiroqlardan biri har 4 daqiqada, ikkinchisi esa har 6 daqiqada bir martada miltillaydi. Ular birinchi marta bir vaqtda miltillagandan keyin necha daqiqada o'tgach yana bir vaqtda miltillaydi. Miltillaydi degani o'chib yonadi. O'chib yonib ana shunaqa qilar ekan. Bittasi 4 soniyada, 4 daqiqada o'chib yonar ekan, bittasi 6 daqiqada. Demak, o'quvchilar, bunda 6 bilan 4 ga ekuk topamiz. 6 bilan 4 ga bo'linadigan son necha? 12. Og'iz ekan. Ana ularda oldida vobshe oson narsada. Endi keyingi murakkabroqlariga o'tamiz. Xo'sh, 27. Qaranglar. Undan oldin mana unga sal tushuncha berib olay, keyin 27 yana ham oson bo'lib qoladi. 24 qaranglar. Qanday eng kichik natural sonni 4 ga, 5 ga, 6 ga bo'lganda qoldiq 3 ga teng bo'ladi deb. Buni ham sizlarga boshqacha usulda o'rgataman. Qanaqadir son bo'lganimizda 4 ga deb yozay. Ha deb yozib o'tirmayman. 4 ga, 5 ga, 6 ga bo'lganimizda deyapti. Nimadir chiqadi, nimadirlar. Masalan, 4 ga bo'lganimda qanaqadir qiymat, 5 ga bo'lganimda, 6 ga bo'lganimda qanaqadir qiymatlar chiqadi. Qoldiq 3 qoldiq qoladi. Shuni toping. Uning uchun biz o'quvchilar ekuk topib olamiz. Mana bu 4, 5, 6 ga ekuk topib olamiz. 4 ga ham, 5 ga ham, 6 ga ham bo'ladigan og'zak topib olamizmi? Birinchi mana 4 bilan 6 ga bo'linadigan son necha? 12. 12 bilan 5 ni nima qilib qo'yamiz? Ko'paytirib qo'yamiz. Nimaga? Chunki ikkalasi bir-biriga ko'paymaydi. Bo'linmayapti. Demak bu 60 ekan. Endi uchalasiga ham bo'ladigan 60 bo'lsa, endi buni 3 qoldiqni nima qilib qo'yamiz ustiga? Qo'shib qo'yamiz. Demak, a ni qiymati 60 plus 3, ya'ni necha ekan? 63. A kelib chiqdi. Tushunarlimi o'quvchilar? Xo'sh. Keyingisiga o'tamiz. 4 ga bo'lganda 3 qoldi. Mana 27 ni endi ko'ramiz. 27 endi boshqacha. 4 ga bo'lganda 3 qoldi. Mana qanaqadir a sonini bunday qilaman. 4 ga bo'lganda necha qoldiq qolar ekan? Nimadir chiqibdi, 3 qoldiq qoladi. A sonini 5 ga bo'lganda nimadir chiqibdi, 4 qoldiq qoladi. 6 ga bo'lganda 5 qoldiq qoladi. Nimadir chiqibdi, 5 qoldiq qoladi. Misolni qaranglar, zo'rligi. Eng kichik natural sonni toping deb qo'ygan. Bunda 4, 5, 6 ga bo'linadigan son topamiz. Necha edi? 60. Endi bularda buni bitta kamayib bo'lyapti-yu. Bunda mana bu a ni topish uchun o'quvchilar 60 dan bunlar har xilda. Agar bir xil bo'lsa, o'sha sonni qo'shib qo'yamiz. Har xil bo'lsa, masalan, bu bo'lib turgan sonimizdan bittaga farq qiladigan bo'lsa, 1 da ayirib qo'yamiz, 2 ga farq qiladigan bo'lsa, 2 ni ayirib qo'yamiz. Masalan, hozir 4 dan 3 bittaga, 5 dan 4 bittaga, hammasi bittadan farq qilyapti, shundan 1 da ayirib qo'yamiz. Javob 59 chiqadi. Haqiqatan ham 59 4 ga bo'lsa 3 qoldiq chiqadi. 5 ga bo'lsangiz 4 qoldiq, 6 ga bo'lsangiz 5 qoldiq kelib chiqadi. Savollar bormi o'quvchilar? Yaxshi. Demak, yo'q bo'ladigan bo'lsa qaranglar, 28, 29 lar juda oson. Nimaga oson desiz? Bitta namuna ko'rsatib ketaman. 29 da tayyor holatda berib qo'yganmiz. Mana 29. Qaranglar. Xo'sh, e kub va e kubini toping deb qo'yibman mana. E kub b deb yozmayman, b deb qo'ya qolaman. B topamiz ekan biz a va b sonlar uchun. Mana a keyin e kub k topamiz ekan a va nima sonlar uchun? B sonlar uchun. Qaranglar. Birdaniga to'p ketaveramiz mana. Xo'sh, a ni beryapti pastda. X ning kubi, y ning 5-si va z ning 6-si. B ni beryapti ekan. X ning kvadrati, y ning 6-si va t ning 2-sini beryapti. Ana. Qarang, e kub b topib turganimizda nima? Bir xilini x kvadrat x kub. Demak, nima bo'lar ekan? X ning kvadrati. Y lar bir xil, y ning nimasi? 5-si. Bular bir xil emas qolaveradi. E kub topib turganimizda bir xilini kattasi, 3-si ko'paytirilgan, y ning 6-si. Ko'paytirilgan birida bor, birida yo'qlari nima? Ya'ni masalan, bunda bu yo'q, bunda bu yo'q. Demak, z ning 6-si va t ning 2-si ham olinar ekan.
Savollar bormi? Yaxshi. Bo'lmasam endi sizlarga men yana ham bitta qoidani tushuntirib beraman, keyin bitta umumiy katta misol ko'rib beraman, keyin buni oxirida jicha boshqacharoq tushuncha bor ekan, o'sha haqida tushuntirib beraman. Qaranglar, bitta tushuncha beraman sizlarga o'quvchilar. A ko'paytirilgan B bu teng E kub. A va B ko'paytirilgan E kub A va B. Bu nima degani? Qandaydir ikkita A va B soni uchun E kub topib, ikkalasini ko'paytirganingiz shu ikkala sonni ko'paytmasiga teng. Bu formula. Hammaga tushunarli bo'lyapti? Demak, ikkalasiga E kub topib, ko'paytirsangiz shu sonlar ko'paytmas. Xohlasangiz ikkita ixtiyoriy son olib turib sinab ko'ringlar. Hozir ko'ramiz shu narsani. Xo'sh, mana G sida kelyapti. 30 ni G sida. G'si. E kub B deyapti. B deb ketaveryapman qo'shlar, vaqtimiz olmaslik uchun. 320 va 144. Ko'paytiruv E kub K qilib ketyapman. 320 va 144. Taqsim 32 ko'paytirilgan 12. Qaranglar. E kub topamiz. Keyin bir-biriga ko'paytiramiz qilayotgandan ko'ra tepaga formula yozib qo'ydim. E kubni E kubga ko'paytmasi shu A B sonlarga teng, ya'ni ko'paytmasiga teng. 320 ko'paytirilgan 144 ga teng. Mahrajda 32 ko'paytirilgan 12. 32 bilan 320 qisqarsa 10 qoladi. Bu bilan bu qisqarsa 12 qoladi. 10 bilan 12 ni ko'paytirsak 120. Bo'ldi, tamom. Kimda savol bor? Qiyin narsa emas. Demak, keyingi betiga o'tamiz. Ana shu qoidani qo'llayverasizlar. Aq qaratib ham, baq qaratib ham qo'llayverasizlar. Ana endi keyingisida shuni jicha boshqacharoq qilib berib qo'ygan bizga. Masalan, mana bu 34 ni olaylik. 34. X ko'paytirilgan Y teng ekan 324 ga. Va deyapti E kub X Y ga 12 ga teng bo'lsa, E kub toping. O'sha X va Y uchun. Shu so'roq. Shuni topib berish kerak. Bu juda oson, ha? Tepadagi variantimizni boshqacharoq variant deb. Ya'ni X Y ko'paytma bu bo'lsa, bittasi bu ekan, bunisi X deymiz. Demak, X topish uchun buni bunga nima qilish kerak? Bo'lishimiz kerak. Demak, X teng deymiz 324 bo'luv nechi? 12. 32 ni ichidan 12 tariqdan 2 ta ko'ramiz, 24. Ayiradigan bo'lsak, 12 dan olib tashlasak necha bo'ladi? 4 8. Xo'sh, buni aytib bersak 0 84. 84 ichidan nechta ko'ramiz? 7 ta ko'ramiz. 7 kere 2 14 to'g'ri, 1 yoqda, bu 7 8. Ayirib qo'ysak 0. Demak, nechaga teng ekan? 27 ga. Savollar bormi? Qalay, zo'r mavzumi ekan? Yaxshi. Qarasak, bu oxirgi misolimiz ekan o'quvchilar. Demak, vazifa deymiz. Vazifa. Xo'p, mustaqil ishlash uchun topshiriqlar. Ishlab tugatib kelasizlar. Xo'p. Savollarimiz bormi o'quvchilar? Mavzumiz bo'yicha yoki qayerdadir tushunmay qoldik. Eng katta narsa sizlarda mana bu E kub bilan bir-biriga chalkashtirib olishlar. Umuman unaqangi qilmanglar. Eslang, E kub B bilan tugayapti bu bola, E kub K bilan tugaydi bu katta inson desak bo'ladi. Savollar bormi? Xo'p, savollarimiz bo'lmasa o'quvchilar, darsimiz